Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalga yangi kelgan mehmonlar. Xush kelibsiz. Agarda siz kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani tring etib bosib qo'ying. Bu sizga keyingi chiqadigan yangi video darsliklarni birinchi bo'lib sizga xabar beradi. Hamda like bosishni unutmang. Siz kabi til o'rganuvchilarga ushbu video darslik yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Demak, darsni boshladik. Har bitta mavzuni o'z ismi bo'ladi. Xuddi sizning ismingiz kabi Xurshida, Qobil, Murod, Nafisa, Feruza va boshqa ismlilar bo'lgani kabi ushbu mavzuning ham boshqa mavzular kabi o'z ismi va nomi bo'ladi. Xullas, bugungi darsimizning ismi Collective Nouns, ya'ni o'zbek tilida jamlovchi otlar deyiladi. Ushbu mavzuning nomi sizga zerikarli va mujmal tuyulishi mumkin. Bundan aslo xavotir olmang. Men sizlarga ushbu mavzuni har doimgidek oson va tushunarli qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Xullas, jamlovchi otlar bular nimalar deyishdan oldin bitta kichkinagina mavzuchani eslab o'tsak. Ya'ni to be fe'li am, is, are. Xo'p, buni eslashdan maqsad nima? Demak, qarang. To be fe'li is birlikdagi otlarga nisbatan gap tuzishda ishlatilar edi. Misol uchun, that car is very expensive. Ana u mashina juda qimmat. E'tibor bering, mashina birlikda kelyapti va shuning uchun ham to be fe'li is birlikka nisbatan qo'yilyapti. Va to be fe'li are ko'plikdagi otlarga nisbatan qo'yilar edi. Misol uchun, those cars are very expensive. Ana u mashinalar juda qimmat. E'tibor bering. Those cars, ana u mashinalar. Demak, ko'plikka nisbatan to be fe'li are qo'ydik. Yana bir shunday otlar borki, shunday kabi otlarni gapda qo'llayotganingizda u aslida birlikni bildiradimi yoki ko'plikni bildiradimi ikkilanib qolasiz. Misol uchun, family, ya'ni oila. Ma'nosidan, ko'rinishidan kamida 2-3 kishidan iborat bo'lgan shaxslardan tashkil topgan bu oila ko'plik ma'nosini bergandek tuyuladi. Lekin aytayotganingizda oila, ya'ni birlikda aytiladi. Xo'p, oila haqida gap tuzganimizda biz uni birlikda hisoblab to be fe'li isni qo'yamizmi yoki ko'plikda hisoblab to be fe'li ani qo'yamizmi? Misol tuzamiz. Uning oilasi samimiy. His family is friendly. E'tibor bering, men to be fe'lini birlikka nisbatan qo'yiladigani, ya'ni isni ishlatdim. His family is friendly. Mana shunday kabi ko'plik ma'nosini beradigan, lekin birlikda ishlatiladigan otlar bugungi mavzumiz edi, ya'ni jamlovchi otlar. Bu kabi jamlovchi otlarning turlari ko'p. Men sizga hozir bir necha misollar keltiraman. Demak, birinchi misolimiz bu government. Ko'rib turganingizdek, bu hukumat, ya'ni bu yerda hukumatning a'zolari ko'p, lekin u birlikda nazarda tutilib misol tuziladi. Misol uchun, the government is against this proposal. Ko'rib turganingizdek, birlikka nisbatan to be fe'li is qo'llanilyapti, ya'ni governmentga nisbatan. Lekin hukumat deyilganda hukumat a'zolari nazarda tutilyapti, ya'ni ko'pchilikni tashkil qilyapti. Shunday bo'lishiga qaramasdan birlikka nisbatan olinyapti. Keyingi misolimiz committee, ya'ni qo'mita. Ko'rib turganlaringizdek, qo'mita a'zolari albatta bir kishidan iborat bo'lmaydi.
balki bir necha kishilardan iborat bo'ladi. Shunga qaramasdan, grammatik jihatdan birlikda olinib, birlikka nisbatan ishlatiladigan fe'lda gap tuziladi. Misol uchun, The committee is considering this matter. E'tibor bergan bo'lsangiz, birlikka nisbatan to be fe'li is ishlatildi. A pack of wolves. Bir gala bo'rilar. There is a pack of wolves under the tree. Daraxtni tagida bir gala bo'rilar bor. Bugungi mavzu, ya'ni collective nouns haqidagi so'zlar ro'yxatini video so'ngida qoldiraman. Vazifa sifatida ushbu so'zlarni yod oling va gaplar tuzing.